Bu sani hayoting. Bu esa senga berilgan aql, zakovat va farost. Endi buni ichib ko'ramiz. Bemaza. Mayli biroz kutamiz. Biroz vaqt o'tdi, keling yana ichib ko'ramiz. Hali ham bemaza. Keling bitta ish qilamiz. Ana endi bu umuman boshqa gap. Juda ham mazali. Nima demoqchiman? Sizga aql, farosat, zakovat berilgan, lekin har qancha kutmay, har qancha yashamay, agar uni ishlatmas ekansiz, hayotingizga hech qachon maza kirmaydi.